Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz Excel'da aviakassa bilan ishlash. Aviakassa bilan qanday ishlaymiz? Masalan, bizga bilet kerak bo'ladi deylik. Bilet qanday holatda, muddati o'tib ketganmi? Hali vaqt bormi ungacha, qanchadir kun bormi? O'shani aniqlamoqchimiz. Biz buning uchun o'zimizga maxsus bitta bir funksiya yaratib olishimiz mumkin. Masalan, qanchadir bir kun bo'lsa ogoh bo'ling. Vaqt qolmagan bo'lsa, muddati tugagan, hali qanchadir oy, 2-3 oy bo'ladigan bo'lsa, hali vaqt bor deb chiqaradigan qilamiz. Biz bugungi kunni aniqlab olamiz. Buni qanday aniqlaymiz? Buni teng qo'yamizda, bunga funksiya yozamiz bitta. Ruschasiga сегодня, ya'ni bugun degan funksiyani chaqiramiz. Funksiyani chaqirdik. Bu mana boshqa yacheykalarda общий boshqa tipda turibdi. Bunda data, ya'ni sana tipida turibdi. Bu tipni qanday o'zgartirish mumkin boshqa holatga? Mana har qanday holatda yozish mumkin. Mana chorshanba qaysi kunligi sana, yili ko'rsatish mumkin yoki yili mana shunday holatlarda yozish mumkin. Bizga qulayrog'i mana shunday turgani ma'qul. Mana endi agar bir oyda 30 kun bor deydigan bo'lsak, vaqt to'liq tugaganini 0 deb olamiz. Buni mana bunday yozamiz. Kunlar deb qo'yamizda, buni bunday qilamiz. Endi bizga kunlar berilgan, biletning kunlari berilgan. Endi bizga qolgan kunlar kerak va uning statusi kerak. Statusi nima? U biletning holati. Ya'ni qancha kun qoldi, ogoh bo'ling, muddati tugagan, hali vaqt bor degan natijani chiqaradi. Ya'ni bu o'sha biletning statusi deyiladi. Endi bizga kunlar kerak. Kunlarni masalan bugun 28-sana bo'ladigan bo'lsa, bizga 25-sana kerak bitta. Buni mana bunday qilamizda, boyagi o'zimizga ma'qulini tanlab qo'yamiz. Mana shunday tushadi. Oldin buni o'chirib turaylik. O'shani boshqasiga ham ma'qul qiladigan qildik. Endi yozamiz 25/05/2026 qilsak, mana endi buni 27 ga bitta o'tkazdik. Endi 27 ham shart emas, bizga 30 kerak. 30 bor. Bu ogoh bo'lim uchun 31 mana. Endi menga u yog'idan keyin avgustdan kerak. Uning uchun 01/08/2026 qilamanda enter bosaman. Mana endi avgustdan hamma kuniga ham kerak emas. Masalan, boshidagi 4 ta kuniga, keyin u yog'idan 16dan yana 4 ta kunga kerak. Agar boshidagi 4 ta kun bo'lsa, u yog'idagi 4 ta kunga kerak. 19. Endi u yog'idan topilmadi. Endi u yog'idan 26dan qidiraman. Mana 31. Endi mana sentyabrdan aniq kerak. Men sentyabrda kelishim kerak. Masalan 09/2026. Bundan uzog'i menga 4-sanagacha kerak. Mana shu kunlar bor. Endi
Men qancha kun qolganini hisoblashim kerak. Buni har bir uchun alohida hisoblab chiqaman, chunki teng qo'yib bu kundan bu kun ayiradigan bo'lsam, hozir boshqasiga qo'yadigan bo'lsam, natija umuman boshqa natija chiqadi. Chunki men mana shu indeksni bu yoqqa o'tkazganman. Bu yoqqa tortadigan bo'lsam, faqat shu indeks bo'yicha hisoblanadi. Men aslida mana shu indekslarni o'zi uchun hisoblashim kerak. Shuning uchun bularni alohida hisoblab chiqaman. Bundan ayiraman buni. Mana hisobladik. Jami 99 kun qoldi. Endi men statusini qanday hisoblayman? Men bunga ham bitta funksiya yozaman hozir. Mana если men degan funksiya bor. O'shani chaqiraman hozir. Mana если men degan funksiya bor. если men bergan shartga qarab natija chiqaradi. Agar shunday bo'lsa, mana shu, bunday bo'lsa, bunday degan natija chiqarib beradi. Hop, men hozir buni mana shu indeks agar 0dan kichkina bo'lsa, menda natija chiqishi kerak. Muddati tugagan. Tugagan deb natija chiqardi. Endi agar shu indeks ham kichkina bo'lsa, 30 dan menga ogoh bo'ling. Ogoh bo'ling deb natija chiqarish kerak. Endi agarda bu indeks ham 30 ga teng yoki undan katta bo'ladigan bo'lsa, menga hali vaqt bor. Hali vaqt bor deb natija chiqarish kerak. Endi men mana bunday rangli holatda qo'yishim kerak ajratib turish uchun. Buning uchun nima qilaman? Условия formatirowaniya deganda shunday o'tib, birinchidan shunday ravnoga kelamanda ogoh bo'ling deb yozaman. Keyin mana bu yerda o'zi rang berilgan, bundan tanlasa ham bo'ladi yoki pользовательский format deganini o'tib turib, zaливка bo'limidan mana bu yerdan rangni tanlab qo'ysa ham bo'ladi. Ogoh bo'lingga shu rang tanlandi. Endi muddati tugagan uchun yozadigan bo'lsak, muddati tugagan. To'q qizil qilib qo'yaman. Mana qizil bo'lib qoldi. Endi men yozishim kerak hali vaqt bor uchun. Hali vaqt bor. Hali vaqt bor
buni yashil qilib qo'yaman. Okey, mana men yozdim buni. Endi shundoq mana shu yachaykaning qirrasidagi yashil ramkaning mana qirrasida yashil to'rtburchakcha bor. O'shani ushlab turib tortamanda shundoq qo'yib mana bularga hali vaqt bor deb chiqardi. Bunga ogoh bo'ling, bunga muddati tugagan deb natija chiqarib berdi. Bu aviakassa bo'yicha bilan ishlashsa edi. Endi buni yana boshqa nimalarda ishlatsa bo'ladi? Faqat shundami deydigan bo'lsak, yo'q, yana boshqa holatlarda ishlatsa bo'ladi. Masalan, yana qanday holatlarda ishlatsak bo'ladi? Masalan, o'quv jarayonlarida, masalan, nazorat ishi olindi deylik. Biz natijani chiqarmoqchimiz. Birinchi nazorat olindi, ikkinchi nazorat ishi ham olindi, keyingisi ichki nazorat ishi ham olindi. Endi uni foiz ko'rsatkichi chiqarildi. U deyarli hammasi bir xil foizda bo'ladi. Mana endi natijalar agar 86 dan 100 gacha bo'lsa, mana bunday qilamiz. 3-chi nazorat deymiz. Pastdagini ichki nazorat deymiz. 86 dan 100 gacha, keyingisini 71 dan 85 gacha, u yog'ini 51 dan 70 gacha, keyingisini 0 dan 50 gacha qo'ydik. Endi bular uchun kiritamiz. Mana buni 5 baho deb kiritamiz. Buni 4 baho deb kiritamiz. Buni 3 baho, mana 2 baho deb kiritamiz. Endi bularni yana belgilab qo'yamiz. Masalan, 5 bahoni to'q yashil qilib qo'ysak, mana to'q yashil, mana 4 ni och yashil qildik. 3 ni sariq qildik, 2 ni qizil qilamiz. Mana endi bu yerda o'quvchilar bo'limi bo'lishi kerak. Keyin birinchi nazorat ishining foiz ko'rsatkichi, keyin ikkinchi nazorat ishining foiz ko'rsatkichi, keyin 3-chi nazorat ishining foiz ko'rsatkichi, keyin ichki nazorat ishining foiz ko'rsatkichi chiqdi. Endi bu yerda bo'ladi sifat ko'rsatkichi chiqadi keyin. Ya'ni sinfning sifat ko'rsatkichi degani sinf qanday o'zlashtirganlik darajasi. Sifat ko'rsatkichi chiqadi. Keyin uni sinfdan sinfga o'tish, ya'ni sinfdan sinfga o'ta oldimi yo'qmi, o'shani aniqlash uchun kerak. O'quvchilarni
3, 4, 5, 7, 9. Bu yoqda o'zi raqamlar bor, lekin men ko'rinib turishi uchun alohida qilib tartiblab olyapman. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ta o'quvchi. 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 40 oldi. Endi bu yoqda 60, 70 oldi, 65 oldi, 73 oldi, 89 oldi, 53, 64, 79, 81, 58, 58, 79, 95, 98. Bu yoqda 80, 90, 60, 60 deylik. Endi o'shani bu yoqqa ko'chiraman. Ko'chirdim. Endi men sinf ko'rsatkichini hisoblashim kerak. Buni qanday qilaman? Buni oddiy bitta bir matematik hisoblash qilib olamiz. Mana shu indeksdagini bunga qo'shamiz, plus buni bunga qo'shamiz, plus buni bunga qo'shamizda 4 ga bo'lamiz. Mana sinf ko'rsatkichi 82,5% chiqdi. Endi buni hammasi uchun hisoblaymiz. Mana hammasi uchun hisobladik. Endi buni sinfdan sinfga o'tdimi yo'qmi, o'shani bilmoqchimiz. Buning uchun yana bitta funksiya yozamiz. YesLemin degan funksiyamiz bor. O'shanda bizga kerakli bo'lgan funksiyani yozib olamiz. Endi mana shu mendagi indeksim menda 51 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, menda natija chiqarish kerak. Bu yoqda 51 dan kichkinasi 2, ya'ni menga 2 baho deb natija berishi kerak. Endi mana shu indeksim menda kichkina bo'ladigan bo'lsa 71 dan, ya'ni 71 dan kichkina bo'lsa bu 3 baho, ya'ni menga 3 baho deb natija berishi kerak. Endi mana shu indeksim kichkina bo'ladigan bo'lsa 86 dan, ya'ni bu 4 ga teng. Demak bu menga 4 baho deb natija berishi kerak. Endi keyin shu indeksim yana katta yoki teng 86 bo'ladigan bo'lsa, bu 86 ga teng bo'lgan yuqorisi 5. Ya'ni menga 5 baho deb natija chiqarib berish kerak. 82,5% 4 baho. Bu to'g'ri. Endi men mana shuni boyagidek qilib
mana holatda chiqarmoqchiman, ya'ni ajralib turishi uchun. Hop, buni qanday qilaman? Buni yana shunaqa qilib условный formatirованиеga kirib ravnoga o'tamiz. 5 baho qilamiz. Полноценный formatdan tok yashil qilamiz 5 ni. 4 och yashil qilamiz. Keyin 3 ni sariq qilamiz. Sariq qilamiz. Endi 2 bahoni qizil qilamiz. Okey, endi hammasi yozildi. Endi bizga umumiy natijani chiqarmoqchimiz. Yana mana shunday tortamizda shundoq qo'yib yuborsak, mana kim o'tdi, kim o'tmadi, shuning natijasini chiqaradi. Hop, so'ng kim o'tdi, o'tmadi deganni qanday hisoblaymiz? Buni bunday qilsa ham bo'ladi. O'tdi, o'tmadi qilamizda yana bitta funksiya qilamiz. Bunga ham если men yozamiz. Mana если menga endi yozamiz. Agar mana shu indeksdan shu indeksim mening 3 dan katta bo'lsa, bu natija berishi kerak. Yaxshi o'tdingiz deb natija berishi kerak. Endi shu indeksim mening to'rtdan katta bo'lsa, menga natija berishi kerak. Ajoyib. Siz aniq o'tdingiz deb natija berishi kerak. Endi shu indeksim 3 dan katta dedik. Katta bo'lsa 2 dan menga natija berishi kerak. Qoniqarli bir iloj qilib o'tdingiz deb natija berdi. Endi bu indeksim mening kichkina bo'lsa yoki teng bo'lsa 2 ga menga natija berish kerak. Afsus, siz o'ta olmadingiz deb natija berish kerak. Hozir bu 4 bo'lgani uchun yaxshi o'tdingiz deb natija chiqardi. Endi buni boshqalarga qo'llaydigan bo'lsak,
Uchdan katta bo'lsa ajoyib, 3dan katta bo'lsa yaxshi o'tdingiz. Menimcha o'rnalmashib ketgani uchun tartibi to'g'ri kelmagani uchun xatolik berdi. Boshidan yozib ko'ramiz. Bu indeksim kichik yoki teng bo'lsa ikkidan menga natija berishi kerak. Afsus, siz o'ta olmadingiz. Agar bu indeksim 2dan katta bo'lsa menga natija berishi kerak. Qoniqarli emas, yaxshi bir amallab o'tdingiz. Agar bu indeksim katta bo'lsa 3dan menga natija berishi kerak. Zo'r. Siz o'tdingiz. Agar bu indeksim katta bo'lsa 4dan natija berishi kerak menga. Ajoyib. Siz 100% o'tdingiz. Mana shuni baho deganni o'chirib turaman. Menimcha shuni qabul qilmayapti so'zini. So'zini nimagadir qabul qilmayapti. Endi buni bundoq qilsam lekin bu 4da nimaga 3dan katta bo'lsa o'zgarsiz o'tdingiz deb chiqishi kerak edi.
katta bo'lgan holatda shunaqa natija chiqishi kerak edi. Yaxshi bir amallab o'tdingiz degani 2 dan katta holatda edi. Bu 4 0,2 indeksimi? 0,2 indeksda 4 turibdi. 4 bo'lsa demak 3 dan katta. 3 dan katta holatda zo'rsiz o'tdingiz deb chiqishi kerak edi. Hozir buni to'g'rilaymiz. 5 ni 4 yashil qildik. 4 ni 3 yashil qildik. Shuni sariq qildik. Qizil qildik. Lekin mana shunday holatda qoldirib ishlatsak ham bo'ladi. Hozir bu nimagadir shu baho so'zi uchun qabul qilmadim menimcha. Mana shunday holatda o'zi 2 o'tmadi, boshqa hammasi o'tgan hisoblanadi. Mana shunday holatda faqat bitta qizil o'tmagan, qolganlari o'tgan hisoblanadi. Mana shunday holatlarda ishlasak bo'ladi. Bugungi darsimiz shu edi. Bizni kuzatganingiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Yana darslarimiz chiqadi hali. E'tiboringiz uchun rahmat. Agar kanalda bir savollar va kamchiliklar bo'lsa, kommentariyada yozib ketishingizni so'rab qolamiz.